Plasdan yasalgan romlar. Eng arzon birinchi qo'ldan oynaklari 2 qavat. Qayerda oshiq-moshig'i bo'lsa, o'sha yerda profili bor, qolgan joyda yo'q. Narxi ustaga? Bularni 900 ming olaveradi qirolim. Necha razmerlari bor? 180 ga 160, 180 ga 170 bir xil narxda ketadi. Ya'ni 4 xil razmerda bor. 2 metrlari ham bor, boshqa ham bor. Tushunarli. Qizillari ham shu. Mana o'shani 180 ga 160, 180, 170 ni 1 million 250 mingga tushirib qo'ydim. Bir donasi. Bir donasi. Bir donasi 1 million 370 ming? Ha. 1 million 370 ming. 270 ming. Ha, 1 million 270 ming so'm. Tushunarli. 50 ga olsin, endi siz kelib qoldingiz 500 so'mga marojna parijni yeb ketadi, yonimga kelgan. Manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. To'liq videoda Bozor va biznes kanaliga o'tib ko'rishlaring mumkin. Plasdan yasalgan 3 ko'zli romlarimiz. Originallari 90 ga 140 dan 120 ga 160 gacha qirolim. 670 ming so'm olishaveradi. Donasi, bir donasi. Originalini eng shepini olaman degan yonimga keladi qirolim. Buni unutmaslik kerak. Oynaklari 2 qavat. Mahallada shuv bo'ladi, zo'rini olaman degan. Shundan mustaga. Mana shular billa, bir vosh ketdi, mana shu tomonga qarab. Bir 15 razmerda bor ekan. Razmer eng zo'ri. Tushunadi, 4 ko'zlarimiz. 4 ko'zlarda 780 ming. 780 ming. Olsin qirolim. 10 xil razmerda bor, ha? 5 ko'zlarini mana qarang. Bularimiz. 870 ming so'm olaveradi. 870 ming. Originalini, eng qirolini, eng shepini. Gap yo'q. Pastdagi Afsonasi nomerlarga ketdi. chiqarasizlar. Bak.